gayelari bardı. Qani hurmat ilikida Busaram xonimni sahnimga ketayli. Marhamat. Salam ekran oldidagi barcha ko'rurmanlar. Salam mehribon onalar, navqiron dadalar. Men Busaramdan hammasinglarga mehrlik salam. Rahmat Busaram xonim. Hammasimizmi ham sizni ko'rib intayin xursand bo'ldik. Unda olsa, qani sizni o'ltirib, birdam yerimdan mundishga taklif etib olay, marhamat. Xo'sh, Busaramada oldi bilan sizni ko'rib intayin xursand bo'ldik. Sizningmi ham nihoyat ko'p xizmatlaringizdagi oldirashchilik ichidan vaqt chiqarib, biz bilan mundish uchun Didar muloqotda bo'lish uchun mana shu suyumli sahnamizga yetib kelganligingizdan xursandmiz. Programmamizning boshlanishida sizni tunishtirgan chaqda o'zim hayron qoldim. Bir xizmat bilan yetish bilolmayotdi nurg'un onalar, nurg'un kishilar. Biroq o'z turmushingizda, o'z hayotingizda nurg'un xizmatlar bilan shug'ullanib yiqtisiz. Meningcha, cho'qim hamma xizmatlarning o'ddisidan nihoyat yaxshi chiqqan deb o'ylayman. Ammo hayron bo'ldim, nemishqa shuncha ko'p xizmatlarni sinab yiqishni o'ylashib qoldingiz? Hayatınızda şunçilikçi xizmatlarni yar qildingiz. Rahmat. Sualni siz nihoyat yaxshi so'radingiz. Men bu savolingizga shundoq o'zimning beshimdan kechirgan kechirmishlarimni so'zlab berishni shunchalik xohlab musahnaga keldim. Endi men bu beshimda o'tgan kechirmishlarimni so'zlab kelsam, endi 2000-yillari men Urumchiga kelgan. Men Urumchiga kelgan chog'imda mening yo'ldashim Abnum rayonlik sud nazorat ishlaydi ekan. Men de yurtdan chiqqan bo'lgandikan, men bir necha kun Urumchilarning har bir ko'chalarni, qaysi o'rlarda qaysi ishlarni qilayotganini, Urumchida turmush kechirayotganlarning nima uchun shunchalik aldirash ekanligini bo'riq-quruq qarab kuzatib chiqdim. Chunki men xizmat o'rnim yo'q Urumchida, lekin qo'limda hunar kasb bor. Shu mezgillarda men o'zim tikchilik qilishni loyiq ko'rdim. Shundan bilan doshimir uyga yaqin bo'lgandikan, o'zim rahat qilib, tikib, bozorga selib, ko'pchilikning xalqning ehtiyojini qandırdım menda. Shu vaqtda savdongiz qanday bo'ldi? Shu vaqtdagi savdolarim yo'ldashimning maoshidan yuqori bo'ldi. Men u chaqda men o'zimda yezidan turmushlik bo'lib chiqdi. Mening yo'ldashim xizmatchi. Men zodi bu yo'ldashimga tayinib qolmay, men o'z ayol kishi bo'lsam, ig'lik tiklishim kerak deganlarni shunchalik izlandim. U chaqlarda Urumchidimi shunchalik avod bozorlar bo'ldi ekan, u Urumchining ichi liqqida shunday quyuq alomat odamning ko'zini chaqnag'idek bozor bo'ldi. Şunun bilan men nima ish qilaman, men nima ishlarni nereden boshlayman deganni o'yladim. Shu vaqtlarda men dasqan tikdim, yotgan ko'plarni tikdim, takilarni tikdim. Xulum qo'shnilarning ishlari bo'lsa, voy qo'shnim emasmi deb hergiz bir mo'chan undaq pul tanglısımı olmay, shundoq ishlarni qilib, atrofimda munosabatimni yaxshiladim. Enandan keyin bozor egalladim, bozorga tushadigan narsalarni tikib, bozorga chiqib setib, mening oylik kirimim 3000 koy bo'ldi. Shu chaqlarda yo'ldashimning oyligi aran 600 necha koy bo'ldi. Shuning bilan ig'lik tiklisa, terisa, Urumchida haqiqatan qanday bo'lsa iqtisodiy kirimga ega bo'ldi ekan degan ko'z qarashda texmo o'zimda yo'l tepib izlandim. 2005-yilga kelgan chaqda mening yo'ldashim Anballar doktorxonaning oldida Keştiretdi, keştik bozardan qaytib atqan chaqda oqidan bir mashina kelib, bu yo'ldashimni suv quytidi. Oldidan kelgan bir mashinadan qochirib, motorib mashinaning rulini qaragan chaqda mashina kelib oqidilligini urib etib, ikki puti tizining ostida sunib ketib qoldi. Shu chaq dal Şinjan vaqt soat 11 bo'libdi. Shu jiddiy bir telefon keldi. Telefonni olsam mushtaq ikkinchi doktorxonada bo'lib qoldi. Yo'ldashingizni mashina suv quyatdi dedi. Shu chaqda hozirgi o'g'lim 18 yaş kirdi. Şu çaq 1,5 yaşdı. Balını götürüp basam yo'ldashimni ikinci doktorxonada balını qaptı. Suq etgan balim turibdi. Shundan bilan yotoqqa olib qo'yibdi, 2 putiga qish esib qo'yibdi. Nima qilarimni bilmay, shunchalik o'z xudimni yo'qotdim. Shunday bo'lsam, o'zimga tasallini berib, 13 kun bo'lganda 2 putiga gangben selib operatsiya qildi. Yo'ldashimni baxmasam, texi bo'lmaydi. 1,5 yegan balamni baxmasam texi bo'lmaydi. Şunun bilan qanday qilma? Tuqqanlarga telefon qildim. Endi shu 20 yoshlik balamni endi jutqa eketdi. Shunun bilan yo'ldashimni 3 oy beqib uyga olib bordim.
Öyge appasamı, yolduşumni bek o'ttasamı, turmush taraflardan, iqtisodiy jihatdan endi qiynashga başladı. O chaqlarda darhallig'inam yolduşumni birinchi o'rinda saqaytishni o'ylab, u ham bu yollag'imni bormidim. Shuning bilan men yolduşumni beqish jarayonida qilgan kasblarimni yana algı surib qilib olmadim. Chunki endi yolduşumning 3 vaqt tamaqi, 3 vaqt bir tarafga tegishlik yana nurg'un masalalar bo'ldi. Shuning bilan yana men kunimni bekor o'tkazishni xohlamay, o'zim tashabbuskorlik bilan shaychimizga, mal kadrlarimizga deb men o'zim shu mal tozligini o'simi qilishga iltimos yozdim. Chunki endi tushqich ishlaydigan, tushdan keyin dam oladigan bo'lgandan keyin iltimosimni ko'tarib chiqsam bular jadval to'shqiring deb darhalligini qabul qildi. Shuning bilan attiganda sahar qopib, bilib bergan doiralarni tozalab, enandagi uyga kirib, yo'ldashimdan chayini berib, o'zim chayimni ichib, yana tushlik tomoqning tayyorligini qilib etib, yana ishga chiqma, ishdan tushib, tushlik tomoqni berma, tushdan keyin uy ishlarimni qilib, yo'ldashimni boqaman. Shunday qilish jarayonida men 3 yil vaqtni o'tkazdim. 3 yildan keyin yo'ldashimni karvatdan tushib, asta oyoq bilan o'z o'tisidan chiqadigan darajaga yetdi. Uningdan keyin davomli endi yo'lda ishlasammi bo'ladi ekan, buningdanmi yaxshi yana ilgarilab, o'zim texmi, o'zimning iqtisodiy qiymatimni yuqori ko'rib, ko'tarib endi yanami yaxshi yo'llarni, yaxshi kasblarni tanlasam bo'ldi ekan deb bunga izlandim. Shu jarayonda partiyaning yaxshi siyosatlari bilan igilik tiklashni xohlaydigan, kasb o'rganadigan ilg'or idealik ayollarni qayta tizimlab chiqdi. Bu chaqda men qaysi kasbni qilishni o'ylashdim. O'ylab yana intayin ehtiyojli bo'lgan, bozorlik bo'lgan, ahamiyatli bo'lgan, sharafli xizmatgan deb men tug'ut parvarishkorligini tanladim. Oila mulozimatchiligini tanladim. Shuning bilan iltimosim tasdiqlandi. Abnum rayonlik ayollar birlashmasi tarafidan men shu tug'ut parvarishkorlik, oshpazlik, oila mulozimatchilik kasbida 3 oy tarbiyalandim. Nayeti yaxshi terishib o'rgandim. Shu chaqda men 45 yoshdadim. Men 45 yoshimda mening yeshim cho'ng. Bu chaqda o'rganib men nima ish qila olayman demasdan shunchalik savollar 222 savol chiqibdi ekan. Shuningga to'liq javob berib, imtihonda layoqatli o'tib, men shu tug'ut parvarishkori, oila mulozimatchiligi, layoqatli oshpaz degan mushundaq kinishkalarni elib şu mektepten o'qib etibligina ishga chiqdim. Men taklif qildiganlar nihoyat jiq bo'ldi. Qaysi kasblardan jiq bo'ldi? Tug'ut parvarishkorligida shunda jiq bo'ldi. Paydo qildi meni. Anda yashangan onalarimizning tomoqini etib birdiganga yana men taklif qildi. Bolalarga qaraydigan, parvarish qiladigan kasbdimi meni alayda ayollar birlashmasidan meni shunda xizmatga tanishtirdi. Shuning bilan men bu muhit asrash xizmatimni tashlamadim. Men tashlamayman, jutdan singlimni chiqib, o'zimning o'rniga ishga o'rlashtirdim. Singlimni ishga o'rlashtirib qo'yib, mening xizmatimni singlim ta hozirgacha davomlashtiryapti. O xizmatimni men yana davomli tashkil ishlar bo'lib qolsa, jiddiy paytlar bo'lsa, yana men shu xizmat kiyimimni kiyib, yana shu xizmat o'rnimda bijirim turib, şu işlerimni qilib o'disdan chiqaman. Enangdan sirat men 2015-yili şu parvarishkor ona, layoqatlik, oshpaz, parvarishkor ona ham tug'utliqlarning ashtamqini etadigan, oilalarda tamoq etib, mehmon o'zadigan, mehmon kutadigan ishlar to'g'riliq men shirkat bilan to'xtamlashdim, ham hamkorlashdim. Taraflardan ehtiyojli bo'lgan cho'ng onalarimiz bo'lsin, yangi uy ko'chganlar bo'lsin, mayli tug'utning bo'lsin, mayli xatm to'ylar bo'lsin, uyda qanday chog'da mehmon kutadigan ish bo'lib qolsa, men bilan aloqalashadi. Ondan 50 kishi mehmonni oilaga berib, tamoq etib, dasturxonlarni rastlab, mehmonlarni uzatib berib kelyapman. Enangdan sirat cho'ng onalarimiz qizi yo'q, yolg'iz qolganlar bo'lsa shirkatda aloqalashadi, chiroyli bosh ko'zini tarab, chiroyli tozlig'ini qilib, onalarimizning rahmatli tashakkurlarini elib, cho'ng onalarimizga mulozimat qilib keldim. Uningdan sirat cho'ng onalarimizni, dadalarimizni opirib qo'ygan santuriyalar borki,
aşağılarga haqsız berib, şu analarımızın tamağını etib, baş gözünü tarab, şularga aktiv energiyalarni taqib, vayan apı deb, kiraselib, her 3. ayının 8'i ayollar bayramida berib, men aş analarımızı yo'qlab turman. Mening endi jiq ügünadigan bilimlerim, ügünadigan yani derslerim, muş ay müşkillerden men davlat tili ügünyapman. Çünkü bu til bizning boyligimiz ekan. Hozir endi shu chaqdagi 1,5 yaşdagi balam 9 yaşida dadasidan ayrılıp qoldi. Shu balamni hozir o'zim qo'sh tilda o'qitib, hozir Joton Shoyanda o'qiyotdi. Mening mush kasbimni shu balamni shunchalik qo'llaydi. Ba'zilar oila mulozimatchiligi desa, faqatlig'inam xalqlarning tozlig'ini qiladigan, boshqa ishlarni qiladigan, yana ushaqchak ishni qiladigan bu kasbni tuvan kasb deb netchan do'stlarim atrofimdagilarga men mushundaq yaxshi kasb bor, hargiz bekor turmanglar, mushundaq ishlasak hannoyada harakat barakat bor, iqtisodiy kirim bor, cho'qimli erlarning pul tepish majburiyati yo'q. Ayollar bizmi ana degan bir qo'lida beshikni tavratsa, bir qo'lida dunyoni tavratadi deydi. Hanvasimizning mushurun iqtidorini namoyon qilsak, yoshlar bundan keyinga ulgu bo'lsak, texim yaxshi emasmi deydigan e'lon tashviqotim to'xtab qolmadi. Rahmat. Bu Saram adamning sahnaga dastlabda chiqqandagi oddiy bir ayollik qiyofati va yoki shunday bir ta'sirdan aztul hikoyalarini olgandan keyin bizga bu Saram adam hikoyalarga liqqida to'yingan, hayot kashmishlarini yuragiga liqqida qochilgan ajoyib suyumlik bir siyohda ko'z oldimizda namoyon bo'lib turyapti. Bu Saram xonimniki so'zlaridan men intayin hayajonlandim. Biz oldingi programmalarımızda jamiyatning yuqori qatlamlarida, hukumat o'rinlarida xizmat qilib katta sharaflarni, zafarlarni quchayotgan xonimlar bilan, onalar bilan suhbatda bo'lib, ularning sharaf hikoyalariga quloq solgan bo'lsak, bugun mana shuningdek oddiy xizmat o'rnida untinsiz jafo chekib, ammo shu tatgan jafoyiga yarasha yaxshi bir natijalarga hasilotlarga erishayotgan suyumlik xonim qizlarimizning oddiy onalarning hikoyalaridan jamiyatimiz yana nurg'un amaliyotda sahnalarda bizga ko'rishga fursat bo'lmasimi, ammo o'z oilasi uchun, o'z farzandi uchun, o'z yo'ldoshi uchun qurbonlik berayotgan bir-biridan sifatlik, bir-biridan sapoliq, bir-biridan mas'uliyatchan onalarimizning bor ekanligidan intayin suyunduq şahsen ve o'ylayman bizden suyumlik ustozlarimizmi shundoq bir tuyg'u bo'ldi. Bulupmu bu Saram xonimning men yili ham ugunishni to'xtatib qo'ymadim, davlat tilini davomli o'rganyapman degan so'zi menga ajoyib bir ilhom bo'ldi. Yaqinda o'zimning ishdan sirtqi vaqtlarimda oz to'la chet tilini o'rganishni davomlashtiryapman. Qoida o'rganib bo'lmagan vaqtlarimda yishim o'tib ketib qoldimi yo deb o'zimni ancha-muncha mazoq qilgan vaqtlarim bo'lgan. Ammo bugun bu Saram xonimningki mana shuningdek yoshlarni besib tushadigan jasorat va yoki aql bilan va yoki idrok bilan o'rganish ro'yi bilan o'zini takomillashtirayotganligi meni yana bir qatam o'yga soldi. Menimcha bo'lgan chog'da sizning bugungi bayonlaringiz faqat onalarga ta'sir qilib qolmasdan, balki bolalarga nihoyat yaxshi madad bo'ladi ekan. Men o'ylayman, xizmat aldirashchiligida malak bo'layotgan bir-birsidan ciddi xizmat tamamlayotgan bizning do'st birodarlarimiz balkim oilasida sizdek bir onaning bo'lishini, ig'rinik ishlarini ular uchun hal qilib berishingizni nihoyat betoqatlik bilan kutishi mumkin. Demak, jamiyatimizda xizmatning cho'ng kichigi yo'q, emgakning cho'ng kichigi yo'q. Faqat o'z kuchingizga tayinib, to'g'ri bir qimmat qarashi bilan tirishsangizlar, siz cho'qim jamiyatimizdagi eng qimmatli, sapoliq kishilar qatoridan o'rin ola olasiz. Yuqoridagi hikoyangizni anglash jarayonida kichikina bir jarayonda inimizning dadasidan vaqtsiz ayrilib qolganligini aytib o'tdingiz. Demak, akamiz hozir yo'q, shundaqmi? 9 yil bo'ldi. Bizning jamiyatimizda nurg'un do'stlarimiz bor. Bir tarafdan oilaning, bir tarafdan xizmatning o'disidan chiqib, nihoyat charchaydigan, ham charchab ketganligini jar silishni yaxshi ko'radigan. Ammo siz o'zingizning turmushingizda, oilangizda bolaning xizmatning o'disidan chiqqandan sirt asli sizga ro'y madad bo'ladigan, siz bilan birlikda qo'lni chang tutishib turib, oilaning taraqqiyoti uchun, oilaning butunligi uchun kurash qiladigan yo'ldoshingizni boqadigan bir ahvol shakllanib qoldi. Shu vaqtlarda bir tarafdan xizmat qilib, bir tarafdan yo'ldoshingiz qarab, bir tarafdan bolalarning o'disidan chiqib, kecha kunduz ishlab datlagan va yoki
azar yeganingizdan zarlagan vaqtlaringiz bo'lganmi? Faqatmi zarlanib baxmadim. Faqatmi zarlanib baxmadim. Nimishqa? Yo'ldishimning shu qatnash hadisda hayotidan ayrılmaganligiga o'zimni men bek baxtli his qildim. Dunyoning yo'riq tarafini ko'rishmi ajoyib cho'ng bir idrok. Aşı balamningmi dada desa, ha balam depagini mening baxtim balamning baxti deb o'yladim. Şuna har qatimda 3 vaqt tamaqını vaqtida berib, tozliqlarini vaqtida qilib, balam bilan ikkisini resimga tortib, yaxshi tamoqlarni etib berib, yo'ldishim talaga chiqamidi, biz talagini cho'gilib jedik. Yo'ldishim men qachon bir saqiyam deydiga ish pushqa tortib qolmasin deb kitob o'qib berib, diyanshi qo'yib berib, yaxshi tamoqlarni etib berib, aş öydümü talağa çıqqandek aşındaq bir güzel ma'nolar bilan inoq ittifoq shunday kunlarni o'tkazgan. Sirtqa chiqqanda yana ishlagan xizmatlarimni to'xtatib qo'ymadim. Ajab jafo tortdim, yo'ldishim bo'lgan bo'lsa, men jafoni tortmaydim demadim. Nimishqa desangiz, biz jutlida ho'yli supurimiz, uloq vaqimiz, samanchilaymiz. Oyda shu qiyg'a ishlarimizda ya bir qo'yni biz ayollar Qaçada setipli pulni yançıqqa selib almaymiz. Ya şu tazlıqlarımızdan matazlıqni qıpsa deb bir adam bir moçen bermeydi. Ürümçidek çoğ şehirga kepdime, muş xalqçı yollarni tazılsam, yol pakisi olsa, hükümet bana ayda maaş berip atsa, bu men üçün birinciden hareket, birinciden bereket, üçüncüden çeniqish sağlamlığımga, salametlikimga nait ehmiyetli işken deb nait faxrlanıp durup merdane yerga qarab qalmay, başqalar qog'ozni yerga tashlasimi, men xafa bo'lmay aqisdan berib shularni evitib, men hozirgacha shu xizmatimdimi bek rozi, bek suyunib turib qilib kelyapman. Naq maydonda kelmaylan bu Saram xonimga yana bir javob berib o'taylik. Aktiv dunyo qarshi, to'g'ri qimmat qarshi bizning hayotimizda yuz bergan ba'zi kichkina qorong'uliqlarni balkim yo'ritib o'tishi mumkin. Daryoning şaqrab aqıdığan vaqtları buludu, tez, cimmede aqıdığan vaqtları buldu. Belkim hayatımızda, hemmimizden turmuşumuzda undaq qismetler buluşu mümkün. Biroq ana shuningdek bizning oldimizda paydo bo'lgan qiyinchiliklarga kulib qarab, uning o'tib ketadiganligiga ishonishmi, menimcha aql odamninki dona tanlashi bo'la oladi. Bu Saram xonim, balkim shu kunlarda, yana akimiz hayot vaqtlarda sizningki shunchalik aldirashchilik ichida bir tarafdan uydan xizmatning balning o'disidan chiqayotganligingizni ko'rib, bearam bo'lgan vaqtlarmi bo'lgan qudaymi? Bearam bo'lgan vaqtlar bo'lgan. Bearammi bo'ldi-yu, lekin davomli bo'lsa, men bek taleylik ekanman, men bek baxtli ekanman. Siz endi meni beqib jafo tortib qoldingiz degan chaqlarda men bek baxtli ekanman. Mening baxtim taleyim bo'lg'achqa, siz mushnaq sog' salomat qoldingiz deb men yana ro'yi ilhom medetlarni berib, men faqat jafo tortdim deb bir qatim tap qilib, bir qatim ko'z yosh qilib, bir qatim iqtisoddan qiylandim deb hargiz yo'ldishimning oldida ashunchalik ko'ngilsiz gap so'z harakatlarni faqat deb baxmadim. Ashunda desam, texnik ko'ngillerim bo'ladi deb men shunday gaplarni qilmadim. Yo'ldishim meni beklig'inam qo'llaydi, ham quvvatlaydi. 2007-yili mushu Dençte tamaq programması itib sahnege ep chiqadigan chaqlar kelgan chaqdimi? Tehi hech kimning yodiga yetmagan chaqda men atush taomlarini itib sahnalarga elib chiqib, ekranlarda ko'rinib, ashna qilgan chaqlarimda meni uyda o'tirib mukofotlagan. Shu ozg'ina maosh chiqib ekan, sizni men mukofotlayman. Siz mush aktiv energiyalik bo'lib, degan sheyga chiqsak nima deymiz? Nima etamiz? Qanday chiqib, qanday tushamiz demay, siz dadillik bilan chiqib, mana mujtamoqlarni etib, ekranga chiqibsiz. Biz Uyg'ur millatining faxri qilib qolgan burunqi tamoqlarimizni qizib chiqib, retlashga siz to'p qo'shdingiz deb meni mukofotlagan. Yo'ldishimning shu mukofoti hozirgacha menga ilhom, madad bo'lib, ta hozirgacha mana men mujtamoq etishdan, mehmon kutishdan taq bosh tortmadim. Bugünkü programımızda vapa sözünün hikmeti ve kıymeti mehr muhabbetten çoğunqur bulup ketdi. Hem texmi qimmatli bo'ldi. Çünkü biz bu Saram xonimning yo'ldishiga bo'lgan vafosidan, sadoqatidan, samimiyatidan
Yüreklerimiz acayip bir illik duyguğa hararet oldu. Bu Seram Hanım özünün qiyinchilik emas, belki hayatidagi çoxum yengib o'talaydigan bir safar deb bilganligi uchun bugungi kunda o'z farzandi intayin faxrlangan atrofdagilar suyunadigan suyumlik bir onaga, suyumlik bir xonimga aylanibdi. Bu saramada amaliyotda sizning qilayotgan xizmatlaringizning hammasi jismoniy emgakka. Mayli sayponchilik kasbi bo'lsin, ya'ni tikkichilik kasbi va yoki oshpazlik va yoki parvishkorlik qatorliqlarning hammasi sizdan kuch, quvvat, mag'dur talab qiladi. Albatta mana bu shuningdek charchashlik ichida yurganlaringizda bolangiz ko'rsa balkim qimma deb qolgan vaqtlarimi bo'larmi? Opa qimg'ina bo'ldi deb. Deydi. Ha. Burlar demaydi, hozir cho'ngilib, opa sen endi qilmasang bo'ladi degan mushunaq savollarni qo'ydi mening bolam. Siz nima deysiz? Bu chaqda bolam, mening bu kasbning cho'ng kichigi yo'q. Men bu kasbni qilmasam zot bo'lmaydi. Men o'zim mush kasbni tanlagan. Mushu yo'ldagi xizmatimmi mening sharafli xizmatim. Hech kim yo'lga chiqib mang'amaganda xizmat kiyimimni kiyib men yo'llarda xotirjam dadil mang'algan onaman. Shu chaqdan faxrlangan. Hozir meyli mehmon kutish bo'lsin, tamoq etish bo'lsin, oila mulozimatchilik bo'lsin. Son xizmatni cho'ng kichik demay bijonidil xizmat qilg'achqa mankaga lavha, bayroq, taqdimlar nihoyat ko'p bo'ldi. Men 2005-yili dastlab xizmatga chiqqan chog'imda bir o'g'il buvoqni boqqan. Shu o'g'il buvoq bolam 7 yoshga chiqib biz hozirgacha tuqqan bo'lib, och singillar izdishib, hayit bayramlarda bir-birimiznikiga patilishadigan ashundoq yaxshi mehribon tuqqanlarimda mening 100 nechisi bor. Hannavasi bizning tug'ilgan kundan boshlab, 3 oylikdan boshlab bolalarimizni beqib parvish qilib qata qo'shib berdingiz. Bizning bolalarimizning parvish onasi deb meni to'ylar bo'lsa, ayt oyimlar bo'lsa, chiroyli pullar bilan, kiyimlar bilan, ungurishlar bilan birasining unutib qolgani yo'q. Shunga men o'zim hozir 52 yoshgacha edim. Lekin boshqalar qancha yoshga kirdingiz desa 35 gachaydimmi yoki 36 gachaydimmi deyman. 52 yoshimni yodimga olmayman, men unutib qolaman. Yo'lda mangsammi 52 yoshga kelgandek mangmayman, 35 yoshga kelgandek qaddimni tik tutib xotirjam mangman yo'lda. Yosh degan faqat kalendarning ishi. Yashaymiz yosh. Yuragimiz yosh bo'lsa, biz har vaqt 18 yosh. Bu Saram xonimningki hikoyalardan biz intayin hayajonlandik. Jiroq shahardan Urumchiga kelin bo'lib kelib, yana keyin yolg'iz ona bo'lib o'z farzandini qato qo'shqichilik balkim bugun bu Saram xonim o'z hayotidagi muvaffaqiyatlarini yoki o'zi aytishni xohlagan hikoyalarini biz bilan ham bahrlangani bilan bu jarayondagi jafo mushaqqatlarini ko'rgan kunlarini hammani to'liq bizga aytib berishni yoki xohlamagan yoki to'g'ri ko'rmagan bo'lishi mumkin. Bu Saram xonim mening yana bir savol so'rag'im kelyapti. Har bir kishining dilkishi bo'ladi, sirdishi bo'ladi. Urumchida siz o'zingizning mushtaqil bayonlaringizni va yoki arg'an vaqtingizda, charchagan vaqtingizda, mungdashqingiz kelgan vaqtida kimlar bilan o'rtoqlashdingiz? Bugun shularga deydigan yurak so'zingiz bormi? Bu to'g'riliqmi yurak so'zlarim bor. Mening herib charchagan vaqtlarimda uyga kirib, yengil musiqalarni qo'yib, usul o'ynayman, o'zim naqsh aytaman, chiroyli harakat qilaman. Men 2005-yili men 70 kilo keldim. Shu chaqda yo'ldashim doktorxonada boqqan chaqda men jinga tushib xotirlab qo'ygan. Ta hozirgi bugungi kundimi men yana 68 kilo keldikanman. Qurab ketmabdiman, yadab ketmabdiman, semirib ketmabdiman. Men o'zimning davomli sog'lom bo'lish uchun harakatni ko'p qilaman, lekin xushallik bilan qilaman, xafalik bilan qilmayman. Shuni kunda sar turib, o'zimning mashg'ulotlarim bor, qiladigan harakatlarim bor, o'ylik quruvlarimiz bino bo'lsinmi, peskishcha tozalaydigan ishlarim bor. Uyimiz pokis bo'lsa hisobimiz, pellenpay o'ylik quruvlarimiz pokis bo'lish kerak deb men mehnat qilmay, sahar turib shu xizmatlarni qilib yetaman, untinsiz qilib, ya'ni o'zimning soat 8 da bardiga yerlerimga berib qildigan xizmatlarimni qilaveraman. Buni ya bir adam ko'rsatdi, ya meni yaxshi desaydi deydigan undaq hargiz menda mehnat yoki tema yo'q faqatla. Ta hozirgacha yana bundan keyingi qildigan ishlarim uchun izlanib, terishib, men qirdim
Ağrıdım, çarçıdım, demasam boldu degenini men oylap bakmadım. Yana men şu pervişkarlık, üzemnin hizmetimni yaxşı görgenden sırat, pervişkarlık, sağlamlıkni tutmayan vatıma. Hazır şu sağlamlık mesulatlarımnı yana şu analarımızga, balalarımızga uğlap maylaydıgan, aşlan emmo kılıdıgan, sağlam aktif energiyalik derslerini tanışaydıgan, şulağa yetkizadigan, hazır emdim şu Bavikan umum sağlamlık guruhinin topta mesulatlarını setip çıkarış, şularning bir vakaletçisi olup, şu işlarni qo'shim chiqib yanvatim. Nemishqa desak, endi qo'limizda ilg'or telefonlar borki, bu telefonlarmi yani pul bo'lmasa mangmaydiki. Shunga ash telefonning o'zini xizmatga solib, o'zidan foydalanib turib, ash telefonlarni tutib, qimmat yaratib, turmushimni yaxshilab, mana shunday yaxshi kunlarga erishib, yaxshi shunday sharoitlarga erishib, ko'rishni orzu qilgan, ko'rishni niyet qilgan mislardagi yaxshi isil ma'lum o'qituvchilar bilan bugun didarlashganimga cheksiz shunda xushallik ilgilib turibdimi. Sizlarga menning bek rahmat. Rahmat. Yurkiga odamiylik hislatni liqqida qachilab, 10 qo'lidan 10 tal qizil gul ichildira oladigan bu Saram xonim bugun bizga fazilatning nima ekanligini, sadoqatning nima ekanligini o'z hikoyasi orqali aytib berdi. Sizning hikoyangiz menga ta'sir qildi. Men ta'sirlangan ekanman, cho'qim menga o'xshash minglagan, 10 minglagan yoshlar bu hikoyangizdan zo'q oldi, huzurlandi, ta'sirlandi. Bu saramada biz jamiyatimizda sizga o'xshash o'zi oddiy bo'lsa-mu, biroq qimmat qarshi durust bo'lgan, hayotni suydigan, barcha ishlarga go'zal qarash bilan qara oladigan onalarimizning, ayollarimizning bor ekanligidan intayin suyunimiz hamda faxrlimiz. Undaqda sizning hikoyalaringizni anglagandan keyin bugun bizning suyumli mehmonlarimiz nima deydi ekan? Endi so'z navbatini bizning sahnimizga yarashib kelgan Asqar Rehib apandimdan boshlaylik. Qani baram. Bu Saram xonimningki bir suyumlik bir ana ekan. Analarning hikoyalari osmondagi yulduzlarga o'xshaydi, chaqnab turdi. Ulardanmi ko'p shunchalik yo'ruq. Bu hikoyalarni qalbida mushundaq bu Saram xonimga o'xshash orzu armonlarni pukkan, eng oldida qalbini pokis tutgan analar aytalaydi. Bu Saram xonimda birinchidan kuzatish iqtidori nəhayət yoxdur ekəndə. Çünki çıxış nöqtəsi izləş. Çünki mən birinci qatımda çoğun şey gəlgəndə mən qaysı nöqtədən çıxsam, nima iş qıla alayman? Bu yerdəki insanlarınki turmuş göz qarışı səviyyəsi qayadan qayagacha, qaysı nəslə turmuşdan yaxşı çıxış nöqtəsi buludu. Mənə qaysı işləri düşüdü. Mən bu küzütüş, bu təfəkkürün mən şunçilik suyundim. Bizning xili ilimlik, bilimlik qarindoshlarimiz masalan sidqi chiqqan vaqtida oldini ko'radigan, shunchalik chiroyli choy ichib o'tirgan, qahvalarni ichib o'tirgan odamlarga hayron qilib, nurg'un insonlar bir ko'nglarga topdi-chu. Nima uchun deganda to'xtab tur. Men bu yerga bu xotirjam odamlar nimaga ichiyotdi bu qahvani? Bular shuncha go'zal bir-birisi bilan xotirjam paranglashib o'tiribdi. Bularning chiqish nuqtasi, turmushning chiqish nuqtasi nerdan nergacha? Iqtisodiy kirim qanday? Ma'rif ko'z qarash qayadan qayagacha? Hayot ko'z qayadan qayagacha? Dunyo ko'z qarash qanday? Buni biz eng oldida bizning bir yutqi borsak, eng oldida bizningki o'ylaydiganimiz mushul ish lazımda. Chunki bu yerdagi insonlar qanday qilganda men yaxshi muomalani o'rnataman. Mana bu Saram xonimningki, chunki men emgak qilsam, bu qo'shnilarim bilan yaxshi o'tsam, men emgakim emas, men bir ko'nglim bilan men bir yo'l topsam bo'ladi ekan. Bular eng oldida men qo'shnim bilan chiqishmay turib, men boshqa yo'lni qandaq açıman deb. Mana shunglashqa birinchidan o'qituvchilar boshqa insonlarning bolasini o'zining farzandiga o'xshash ko'rib tarbiyalaydi. Mening balam ma'vo deb.
Yeni birisi balalık vaqtidagi yangi tug'ilgan farzandini bu Saram xonim o'zining bir mehri bilan, o'zining onalik bir mehri bilan, aqidasi bilan, xuddi o'zining ta'mi bilan da bu farzandlarni shunchalik yaxshi boqqanligi uchun hozir qadar 7 yoshga kirguncha hatto to'ylar bo'yicha mana biz bir mehr muhabbatni bir-birimizni saqlab qoldik. Xuddi o'zimning bolalari bilan o'tgandek deb. Aningdan keyin birisi minnatdorlik tuyg'usi favqulodda yuqori ekanda. Minnatdorlik tuyg'usi degan bir ish qilgan odamlarda bo'ladi-ku. Ish qilmagan odamlarda alamni quliq tutib qo'ysangiz bu minnatdor bo'lmaydi insonlardan. Shunglashqa o'zi emgak qilib yana birisi dunyo ko'z qarshi ko'ngil ko'ksining kengligidan. Chunki mening yo'lchim voqea uchirgan bo'lsa-mu, ikki butun ayrilgan bo'lsa-mu, jinidan ayrilmadi. Siz shunchalik menga farzandimga bir dadi bor bu yerda. Shunday. Endi men yo'lishim ayrilib qolsam-mu, endi menga yar yo'lak bo'lgan farzandimdan ayrilib qoldim men taqa. Men o'zimning harakatlaridan ayrilib qoldim, qadamlarimdan ayrilib qoldim. Mana buning o'zi nayt oddiy, intayin cho'nqur bir minnatdorlik tuyg'usi. Shunglashqa bu Saram xonimninki biz texmi sağlam bo'lishini yana har bir qadamlardan tümenligen milyonlagan güllerinin önüp çıkışını tilaymiz. Baskan qadamlarınız texmi güzel bulsun. Kalbinizge okşaş, yollarınız uçuk bulsun. Evet, güzel tilekler tilendi. Ondaqda bugün sizning mana shu sahnaga kelishingizga ham sabab bo'lgan, ham shundaqla sizning hikoyangizni anglashga betoqat bo'lgan, hikoyalarni anglagandan keyin ajoyib tatlıq tuyg'ular qo'yniga g'arq bo'lgan Xosiyat Qurbon xonimni so'zlar bilan taklif etib olaydi. Sahnamizga xush keldingiz bu Saram xonim. Nəhayət xoş buldum mən sizin hekayələrinizini anlab. To'g'ri, jahondagi eng baxtli kishi kim o desa, har bir narsaning eng yaxshisiga erishgan emas, o'zi erishgan narsaning eng yaxshi tarafini ko'radigan kishi. Eng oddiy narsa ichidan baxt his qila olgan kishi deydi. Siz mana dal mushundaq ekansiz. Haqiqatan o'zingizning mushu oddiy xizmat o'rni nihoyat yuqori bilib, bu xizmatning cho'ngi kichigi yo'q. Lekin siz o'zingizning qilayotgan har bir ishingizni nihoyat suyib, nihoyat mehringizni berib, nihoyat cho'ng bilib, nihoyat ham ishda o'zingizga tushliq natija yaratibsiz. Jamiyatimizda men sizga o'xshash nurg'ulg'an oddiy xizmat o'rnida oddiy bo'lmagan to'hfalarni qo'shib, mushu nurg'un jamiyatning taraqqiyotiga un-tunsiz, to'xtovsiz to'hfa qo'shayotgan kishilarimiz, onalarimiz nihoyat nurg'un. Men sizning bayotdan qilgan ishlaringizni anglab, men o'zimning qilib boqqan ishlarimni, mening o'rganishga tegishli bo'lgan, ya'ni nurg'un narsalarimning kamligini his qildim. Mana mushu yosh yana davlat o'rtaq til o'rganibsiz. Bu haqiqatan hammamiz o'rganishga arziydigan bir tarafimiz ekan. Hozir bizning yoshlarimiz nihoyat tirishchan bo'lib ketdi. Lekin yana shundaq ba'zi yoshlarimiz bor, o'zida shundaq shart-sharoit yaxshi turib, o'zida bor narsani qadrlamagandan sirt, mushu yaxshi sharoitdan unumli foydalanmayotgan. Mana siz endi Abay Nijatmi deb o'tdi. Balkim bu jarayonda siz faqat bizga eng go'zal, o'zingizning eng xo'shal, eng rozimanlik tarafingizni ko'rsatdingiz, lekin jafo tatgan tarafingizni ko'rsatmadingiz. Buning orqada nurg'un jafolar, nurg'un xafliqlar bo'lishi mumkin. Lekin Abay degandek siz mushu xafliqlarni, mushu jafolarni baxt deb his qilibsiz. Shu dunyoda siz eng baxtli inson ekansiz. Rahmat. Onun üstüge yeni bir ulug' kasbni tutyapsiz. Hozir endi buni yoshlarga qo'yishqim bo'lmaydi. Jamiyat taraqqiy qildi. Hammamizning ishimiz birdan bir aldirash. Endi butun yukni ota-onalarga yuklab qo'yg'ili olmaydi. Mush yoshlarimiz yangi to'y qilgan, yoshlarimiz farzandlik bo'lgan vaqtda ba'zi yoshlarimiz bo'ldi, cho'nglar bizni beqib japatatdi haqiqatan. Endi o'zimiz boqamiz, o'zimizning ishni o'zimiz qilamiz deydi-yu, lekin nurg'un sabablar tufaylidan mushu balani yaxshi beqib bo'lmaslik, tug'utning yaxshi tug'ut vaqtidan yaxshi chiqib bo'lmaslikdek
Muşundaq çoğ bir qiyinchilikni jamiyatdagi siz hal qilibsiz. Sizga apirin. Buningdan keyin mushu bola baqqan, yo'l süpürgan qo'llaringizdan altın tillalar tökülsün, teniniz texim salamet bulup, ruhingiz мәңгі muş sahnedekidek kötürengü, мәңгі xoşal xuram ötkününü sıpqısın. Oğlunuz yaxşı terbiyelepsiz. Oğlunuzdan mı bundayken teximo sizdek bir şundaq bir cesaretlik, şundaq bir kuyumcan, şundaq bir samimi anısının boğundan pəxirlib, sizning izinizden meyasını çin qalbimden ümit qılman. Bulduğundaqda xulasa sözünü yana albatta bizning sahnamizga yarışib kelgan Mehrigul Ahmad xonimdan anglaymiz. Mehrigul xonimni siz tanıysiz, hammamiz tanıymiz. Mehrigul xonim munavvar ana, munavvar san'atkor, shunaqla jamiyatimizga munavvar bir shaxs. Undaqda ko'kda parvoz qilayotgan mushundaq san'atkorlarimiz bugun oddiy ayollarning, oddiy onalarning hikoyasini anglagandan keyin sizga deydigan qanday tilak so'zlari bordi? Buni bir anglab boqaylik. Müsərrəm xanım dəstləbdə səhnəyə çıxan vaxtda mən şundaq bir addi bir ana, addi bir ayal görüngəndi. Oturub özünün hekayəsini sözləşini başlağandı. Bağan gözümə şundaq gözəl, şundaq çiraylıq, şundaq mehriban bir ayalğa aylanıb qaldı da. Üzəmcə oylab getdim. Mən qaysı günü muşu təlim bolsa, muştaq bir obrazını yaratsam ekranda. Dep. Çünkü Müsərrəm xanımның dəstləbdə ürümçiga chiqib dasturxon tikdim deydi, köp tikdim deydi. Demek bir ayal, addi bir ayalның qo'lidan keladigan eng addi bir xizmatdan boshlab tikan ishini. Tirishqan yo'lda qolmabdi deb, mana qadam-qadam bağancha ekranga chiqish, sahnalarda özünün hayatını sözləş dərəcəsiga, nəticəsini qədəm-qədəm izchil şu yolda qalbinin ən gözəl qismini ifadələb kelayotganlığı üçün mana biz bilan yüz görüşüb özünün hekayəsini sözləş fürsəti bilan muşu səhnədə yüz görüşdük. Müsərrəm xanım, salamatliginiz yaxşı bolsun. Yoldaşınızın şundaq təliba bir erkən sizdək ayalğa erişkeni. Oğlunuz şunçilik bir tələylik oğulken sizdek bir anısının boğunu. Çoxum sizning muş güzel qalbiniz, aktiv energiyalik, minnetdarlıq aşında qalbiniz oğlunuzga texim yaxşı bəxt şahadətlərini əkilidu. Mən şundaq bir özümün anı kəsbim oqutqucu boğaş, şundaq bir qızlağım uçurğan. Toyunu qılıb ilib ballarını taşlapla, tamaşa, toy qılmağandək oynayımız. Ayaqda qaynapsığı taşlap bəgən, ayaqda anısığı taşlap bəgən. Ana, siz aşındaq pərzənd asıraş kəsbini özünüzge kəsb qılıvapsız. Amma mening biyət dəydiğinім, sizdək müşündaq güzel ayalının pərzənd asıraş kəsbige tayınıvanmay aşı anıla, yaş anıla, yaş qızla, sizin ən güzel anı boğan ruhingizni ügünüp, özünün pərzəndlərini, özünün anılıq mehri bilən, anılıq məhsuliyyəti bilən, anılıq burcu bilən, öz ballarını özleri tərbiyelisə, amma əlbəttə cəmiyyətimiz yana Müsərrəm xanım ana çoğlarının güç quvvetidən qalğan, hödüsdən çıxanmağan, özünün işlərdən balları aldıraşıb ketken anılarının, çoğdadılarının xizmetini qıldım deydi. Demek yana yaşqı çoğ oğallar sizdek müsündaq mehriban anığa, mehriban mülazimetçiге, mehriban aşı qolunuzdan gül ündürüp durup aşlarının mülazimetini qılğan fürsətlərə muhtaç. Sizning mushundaq gaplarıngiz o'tirib anglashga sog'lom bo'ling. O'tirib nima uyushtirib anglagan bo'lsam, ha, sizning mushu meni shundaq esil ta'riflar bilan ustozning ta'rifligiga shundaq xo'shliqimdan o'tirib anglamay, uyurtirib anglasam ekanman deb o'rnimdan turib ketdim. Teningizga salomatlik tilayman. Sizningki aşı quyoshdak shundaq aktiv energiyalik, parlaq bo'lishingizne, sizning ashundaq qalbinizning güzelliğini ben sizden ügünüme. Hakikaten ben bugün bir ders aldım sizden. Rahmet sizge. Belki
bugün şu 3 çolpunumuzdan sizge bo'lgan tabrikleri, yaxshi tilakleri sizge acayip katı soğuk oldu o deyman. Albatta. Albatta katı soğuk. Qaysi bir kitapning muqovasidan dünya izlama, o'zing bir dünya degan so'zni ko'rib ajoyib yaxshi ko'rib qolgan. Bugun bu saramadamdan eng yaxshi do'stingiz, dilkishingiz kim o desam, naqshi muzika. Harg'inimda, charchig'inimda, ko'nglim yerim bo'lganida va yoki hamra talab qilganimda muzika naqshlarni qo'yib usul o'ynayman degan so'zi menga yana bir darslik bo'ldi. Demak, asli insonning eng yaxshi do'sti balkim o'zi bo'lishi mumkin, balkim san'at bo'lishi mumkin, yiqimliq kuylar bo'lishi mumkin. Siz o'zingizga o'zingiz tasalli bo'la oladigan suyimli bir kishi ekansiz. Bugun shunlashqa sizga yaxshi bir do'stni ilib keldik. Bu do'st odam emas, balki bir chiroyli naqsha. Mushu naqshi bilan sizga o'zimizning do'stona muhabbatimizni bildiramiz, ishlaringizga barakat, omad tilaymiz. Yana undaq yiqimliq naqshlar sizga va ehra oldidagi aziz ko'rmanlarga bo'lsin. Marhamat. Altay bo'ldi ko'rmadim, sen qayerda ya? Altay bo'ldi ko'rmadim, sen qayerda ya? Silip koyup otunu gelmedin bu ya. Silip koyup otunu gelmedin bu ya. Küçükine kara göz etmene bana, etmene bana. Küçükine kara göz etmene bana. Rast koydun mu, yalgan mı, cevap ver bana. Sen bulmaysan bu hayat, harap durmana. Biz oynaygan şu bağda oylayman seni. Biz oynaygan şu bağda oylayman seni. Güller tozup ketkende göremdim seni. Güller tozup ketkende göremdim seni. Küçükine kara göz etmene bana, etmene bana. Küçükine kara göz etmene bana, etmene bana. Rast koydun mu, yalgan mı, cevap ver bana. Sen bulmaysan bu hayat, harap durmana. Sen bu hayat harap durmana. Rast koydun mu, yalgan mı, cevap ver bana. Sen bulmaysan bu hayat harap durmana. Şunun bilan Şinjan Özçin Yemeklik Taraqqiyot Cheklik Şirkati tajdorligidagi Şinjan Bakira Xalqaro Savdo Cheklik Şirkati alayida qo'lgan Anika ise programımız müşahede ayaqlashmoqchi. Programımızdan en oxirgi minutlarda
Şinjan Berginaz Xalqaro Savdo-Cheklik şirketi siz uchun alayda tayyorlagan bir dona chiroyli oltin uzuk bilan mana shu mahsulotni sizga hadya qilmoqchimiz. Qana topshirib og'aysiz. Marhamat. Rahmat. Men o'zim ichib beray. Tayyorlagan şirketler köpten köp rahmat. Topshirib ilib eling. Bilasin. Rahmat. Bizni shunday cho'ng ko'rib, sahnalarga, shunday ekilib, daqam qilgan shirkatimizga, ishchi xizmatchilarga ko'p tashakkurlarimni bildiraman. Ko'p rahmat. Birisi ming bo'lsin, basqan qadamlardan gullar unsin. Sizga rahmat. Sizning vafodorlik bayon qilingan hikoyalaringizning uzun-uzunlag'i so'zlashini, yana fursatlarda shunday g'animat paytlarda hikoyalaringizni anglashni xohlaymiz. Ehraldagi aziz ko'rmalar, bu san programmamiz mishada oyoqlashdi. Men Nijat Valiyoqov keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.